Esimda, Massachusetsning g'arbiy tomonidagi o'rmonzorlar tarafidagi do'stimnikiga bazmga kelgandim. Uzoqqa olib ketib, uyga qaytish vaqtim yarim kechaga to'g'ri keldi. Bunday joylarda esa o'zingiz ham sezganingizdek shaharga qaytish uchun mashina tutish qiyin masala. Trassa. Katta yo'lda har doim ham ertalabdagidek sokin bo'lavermaydi. Nimalar yoki qanday voqealar yuz berishi yolg'iz Tangriga ayon. Shu xayollar bilan ketayotganimda yo'limga mashina to'xtadi. Shofyor bilan iliq salomlashib, qalbimdagi barcha iliq tilaklarni unga bildirib, xursand bo'lib, qulay o'rindiqdan joy oldim. Birozgina shofyor, ismini so'ramaganman, bilan gaplashib, keyin esa jim ketdik. Uning o'zi ham to'liqqan ko'rinadi. Tezlikni pastlatib radioni yoqib ko'rdi. Ma'noli biron nima topmay uni qayta o'chirdi. Men esa do'stlarim, yaqinlarimni o'ylab xayol surib ketardim. Chala uyquda faralar yoritayotgan yo'l belgilarini elas-elas ko'rardim. Trassada biznikidan o'zga mashina yo'q. Osmonni oy nuri biroz yoritar, yarim tun. Yo'ldagi sariq dog'ni payqaganimda buni tush deb o'ylabman. Yaqinlashganimiz sari dog' shaklga kirib borardi. Inson tanasidek, biroq bu aniq emas. Tushunarsiz tana bizning yo'limizda turardi. Mashina sekinlashish o'rniga aksincha tezlashardi. Boshimni burmay haydovchiga qaradim. Yuzi oqargan, qovoqlari ishgan, lekin uxlayotgani yo'q. Yana boyaga taniga qarayman. Bu qandaydir 4 oyoqli ot yoki hachirga va aslida esa juda ham odamga o'xshaydi, lekin proporsional tana buni inkor etar. Boshiga nimadir kiyib olganday bizga qarab yo'l o'rtasida turibdi. Qandaydir soniyalarda biz uni urib o'tib ketdik. Biroq na shovqin va na ovoz, u shunchaki havoga singib ketganday. Mashina uni chetlab ham o'tmadi, faqat to'g'riga harakatlandi. Biroq u nima edi? Bir lahzada terga botib qo'rquvdan falajidek qimirlay olmayman. Haydovchi ham jim. O'ylashimcha tanam meni tushimga kirdi. Alahsiradim cho'g'i. Nega haydovchini o'z tushunarsiz tushlarim bilan bezovta qilishim kerak? Bir soatdan so'ng yoqilg'i quyish shoxobchasida to'xtadik. Dvigatelni o'chirib, haydovchi mashinadan tushdi. Men ham. U o'rtada qolgan o'rmondagi yo'lga bir qarab, tungi zax havodan chuqur nafas oldi va qirillagan ovozda dedi: "Bu yerda bir oy oldin bir avtobus sayyohlar yo'qolgan. Ularni murdalarini o'rmon bo'ylab terib chiqishgan. Birini boshi yo'q, birini qo'li. Kim o'ldirgan noma'lum. Bexosiyat joylar. Ketdik." Men jimgina mashinaga o'tirdim va biz yo'limizni davom ettirdik. O'sha tuni uxlolmadim.